qilganing singiljonim. Axir menga sen uydan dugonam bilan dars tayyorlayman deb chiqib ketganding-ku. Hozir 5 minut. Voy, mana dushman, ot uni, ot. Singiljonim, menga yordam berishni xohlamayapsizmi? Yordamlashyapman-ku. Singiljonim, ehtiyot bo'lmaysanmi? Axir mana bu oyoq kiyimni dadamiz olib berguncha qancha mehnat qilganlar. Opa, charchab ketdim. Taksida ketaylik uyga. Og'zingni bir chekkasidan qanday qilib taksi so'zi chiqib ketdi? Singiljonim, axir avtobusda ketsak bo'ladi-ku. Ham pulimiz tejalarmidi? Xo'p, ketdik. Men to'layman. To'xta, senda uzum kartasi bormi? Yo'q, nima uchun kerak? Hozir Toshkentda avtobus va metroda yo'l haqqi naqd to'laganda 3000 so'm, karta bilan to'laganda esa 1700 so'm. Naqd to'lash qimmatga tushadi. Ham navbatda turishing kerak. To'g'ri. Uzum kartasi bilan esa yo'l haqqi atiga 650 so'm bo'ladi. Bu aksiya hozirda Toshkent metrosi va avtobuslari uchun amal qiladi. Uzum kartasi bilan har safar 60% dan ortiq foyda olasan va senga cashback ham qaytadi. Natijada yo'l haqqi cashback bilan atiga 650 so'm bo'ladi. Shuningdek, Uzum bank ilovasidagi QR kod orqali ham to'lash mumkin. Unda men ham hoziroq Uzum kartasini olaman. Uzum kartasini Uzum bank ilovasi orqali oson rasmiylashtirishingiz mumkin. Uni chiqarish va rasmiylashtirish butunlay bepul. Qushlar! Opa! Kim turmaysa zorni qiynalib ekan. Siz nima qilyapsiz? Payxon qilyapsiz, opa! Tiryoq bo'la. Ha, shuni gapirasiz. Unchalik emas.